Aslida men bu yerlik emasman. Men va oilam Braziliyada yashardik. Dadam injener va onam bo'lsa psixolog bo'lib ishlardi. Hozirda yoshim 30 da va bu voqea 10-11 yoshimda bo'lib o'tgandi. Yilning o'rtasi edi, yozgi ta'til paytlari. Tog'amning bolalari, 13 yoshli opam va uning yana ukasi bor edi. Biz buvimnikiga mehmonga bordik. Ular aslida shaharda, Minas Gerais shtatida yashardi. Biz buvimnikiga 7 kunga kelgan edik. Boshidagi 6 kun juda qiziqarli o'tdi. Juda sovuq emas, juda issiq ham emas, hammasi yaxshi edi. Har kuni ertalab kofe berardilar. Yana buvim juda mazali ovqat qilardilar. Bolalar uchun barcha qulayliklar bor. Lekin 6-kun tunda eshitilgan ovoz hech ham esimdan ketmasa kerak. Shuning sababidan tunda uxlashim ham qiyinlashdi. Ular allaqachon uxlab qolgandi. Men chanqaganim sababli oshxonaga yo'l oldim. Baxtimga muzlatgichda kola bor ekan. Uni endi olganimda oshxonada yana akalarim bor ekan. Ular buvimlarga firma ishlari bo'yicha yordam berish uchun kelganlar. Bir nima haqida gaplashayotgan edi. Meni ko'rib jilmayib qo'ydi va suhbatni davom ettirdilar. Nima haqida gap ketayotgani esimda yo'q, lekin yaxshi narsa bo'lsa kerak. Keyin ulardan biri eshikni yopdi va iloji boricha mahkam qulfladi, yog'och va qulflar bilan. Men hech narsa demadim, shunchaki ichimligimni olib ketdim va uxlashdan oldin ichib oldim. Keyinroq o'sha tunda baland shovqindan uyg'onib ketdim. Hech narsani tushunmay atrofimga qarasam, akam opamni yupatayotgan ekan. U qattiq yig'layotgandi. "Uni eshitdingmi?" dedi. Mening uyqum ochildi. Keyin amakilardan biri baqirdi. "U qaytib kelyapti." Ko'p o'tmay umrimda birinchi marta o'q ovozini eshitdim. Ov quroli bo'lsa kerak. Qurollarni unchalik yaxshi tushunmayman. Men baqirib yuboray deb o'tirgandim. Amakim xonaga kirib keldi. Uni qo'lida qurol bor edi. Bizlarni ko'rib xotirjam tortdi va jilmayib qo'ydi. Ketishidan oldin bizlarga aytdi. "Derazalardan nariroq turinglar" dedi. Va bizlar aytganday qildik. Bir soat o'tdi. Hali ham birga kutib o'tirgandik. Katta jonzotning atrofimizda yurgan ovozi hali ham yodimda. Xuddi katta it aylanib yurganga o'xshardi. 4 ta oyoqlarning yurishi, og'ir nafas olishi derazamizga juda yaqin eshilayotgandi. Taqillash eshitildi va opam baqirib yubordi. Shunda amakim darhol yetib keldi. Bizlarni oshxonaga olib bordi. Ko'zini uzmasdan o'sha derazaga quroli bilan qarab turdi. Keyin hamma joy jimjit bo'lib qoldi. O'sha tunni biz oshxonada uxladik. Amakilardan bittasi tuni bo'yi uxlamadi. Ertalab hamma noxush. Keyin men tashqariga chiqdim. Chunki ertalabki ob-havo menga juda yoqardi. Tashqarida katta panja izlariga ko'zim tushdi. Qalinligi taxminan 6 sm edi. Katta itning panjasiga o'xshagan bu izlar uyimiz atrofida ko'p edi. Ko'rganlarimni darhol amakimga aytib berdim. U bo'lsa hammasini bilaman. Bu yerda hayot shunday dedi. O'sha paytlari maktabda o'qirdim. 2016-yillar edi. Maktabdan uyga piyoda qaytardim. Yo'l biroz uzoqroq edi. Taxminan 20-30 daqiqalik yo'l. O'sha kuni darsdan chiqdim. Bu 5 yoki 6 marta edi piyoda qaytayotganimga. Bu safar sal uzoqroq yo'ldan yuradigan bo'ldim. Odatdagi yo'lim qisqaroq edi. Maktabimizning orqasida katta yo'l bo'lardi. O'sha yerdan yurgandim. Yo'lning chetida beysbol maydonchasi bor. Uning yonida esa kichikroq fabrika bo'lardi. Ba'zan shu yerlardan yurardim. Va shu yo'l orqali katta yo'lga chiqib uyimga borardim.
Bu yer ham 15 daqiqalik yo'l edi. Atrofimdagi binolarni kuzatib yo'limni davom ettirib ketaverdim. Yana qulog'imda quloqchinlar bor edi. Chunki musiqa bilan yo'l uzoqligi bilinmasdi. Bir payt transportlar ovozi musiqa eshitishimga xalaqit berdi. Va ovozni boricha chiqardim va yo'limni davom etdim. Tashqaridan umuman hech narsa eshitilmasdi. Bahorning endi kelgan paytlari edi. Shunda bitta bino yonidan o'tib ketayotsam, unda hech qanday deraza yo'q ekanligini ko'rdim. Bu menga shubha uyg'otdi. Mayli deb e'tibor bermasdan ketaverdim. Biroz yurgach kimningdir ovozi eshitildi. Quloqchinlarimni yechib qo'ydim va orqamga qaradim. Qanday ovoz ekanligini bilmay turgandim. O'ylanib turganimda bu ovoz yana eshitildi. Bu safar qattiqroq chiqqandi. Agar siz ham qayergadir borayotganingizda va yo'lda shunday ovoz eshitilsa, borishga shoshilmang. Undan ko'ra politsiyaga qo'ng'iroq qilishni maslahat bergan bo'lardim. Lekin men nima bo'ldi, kim bu, borib ko'rmoqchi bo'ldim. Ovozlar atayin baqirganga o'xshardi. Biroq shunday bo'lsa ham tekshirishga qaror qildim. Binoga kirdim. Bitta eshikning yoniga borib glazokdan qarab ko'rmoqchi bo'ldim. Hamma joy juda eski ekan. Hatto eshiklar tot bosgan. Ichkariga qarab ko'rganimda u yerdagi odamni ko'rib qo'rquvdan qotib qoldim. Qop-qora kiyingan va maska taqib olgan edi. Maska oddiy kechalarga taqib boradigan maska edi. Yana u yerda bitta ayol ham yotgan ekan. Kiyimlari va usti-boshi qon bilan belangan edi. Haligi odamning qo'lida bolg'a bor edi. Yana u ham qon. Yana nimalarni ko'rganimni aytib bera olmayman. Bu umrimda ko'rgan eng jirkanch narsa edi. Tezlik bilan qochib ketishga shoshildim. Lekin juda charchagandim. Chunki ertalabdan beri hech narsa yemagandim. Keyin haligi odamning qadam ovozlari eshitildi. Eng qo'rqinchlisi men tomonga yaqinlashib kelayotgandi. O'zimni bosishga harakat qildim va telefonni chiqardim. Bu odam oldimga keldi. Qochib ketishim uchun hamma narsani yozib olgandek unga telefonni ko'rsatdim. Agar ketishimga qo'yib bersa, hech kimga aytmasligimni aytdim. U hech narsa demadi. Bir so'z ham aytmasdan ichkariga kirib ketdi. Yuragim juda tez urayotgandi. Hatto boshim ham og'rib qoldi. Bir amallab tashqariga chiqqach, darhol politsiyaga qo'ng'iroq qildim. Xavfsizligim uchun uzoqroq joyga borguncha men bilan aloqani uzmadi. Adresni aytdim va 5-6 daqiqadan so'ng ikkita politsiya mashinasi yetib keldi. Ularga binoni ko'rsatdim va 4 ta odam ketdi. Ular qaytib kelganda hech narsani topa olmaganlarini aytdi. Haligi odam qochib ketgan. O'zi bilan yerdagi ayolni ham olib ketgan ekan. Lekin yerdan soch tolalari bilan qon izlarini aniqlashgan. Bu narsalar topilmaganda edi. Bu odamni topa olmasdilar. Bundan keyin umuman uyimga piyoda bormaydigan bo'ldim. Avtobusda yoki taksida kelaman. Bir necha oydan keyin ota-onam boshqa yaqinroq maktabga ko'chirishdilar. O'shanda 16 yoshda edim va hozir bo'lsa yoshim 20 da. Bu voqea hech ham esimdan ketmasa kerak, lekin bunday voqeaga boshqa duch kelmadim.